1 iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Buxoro shahrida bayramona otlar paradi bo'lib o'tdi. Buxoro viloyati Milliy gvardiya boshqarmasi va Chavandozlar maktabi hamkorligida uyushtirilgan bu tadbir shahrimiz aholisi va mehmonlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Dastlab shu haqda Otlar paradi Buxoro shahridagi 4-sonli musiqa maktabidan to Poy Kalon ansambligacha bo'lgan masofani o'z ichiga oldi. Parad nafaqat bolalar, balki kattalarda ham katta qiziqish uyg'otdi. Shaharliklar va mehmonlar ushbu tomoshaning go'zalligidan zavq olib, bayram kayfiyatini yanada chuqurroq his qilishdi. Milliy gvardiya Buxoro viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda Chavandozlar maktabi bilan hamkorlikda 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Buxoro shahridagi 4-sonli musiqa maktabidan Poy Kalongacha bo'lgan masofaga otlar paradi o'tkazildi. Ushbu paraddan ko'zlangan asosiy maqsadimiz mana shu yoshlarimizni, aholimizni, qolaversa shahrimizga mehmon bo'lib kelgan turistlarni yuqori kayfiyat, yuqori bayramona kayfiyat ulashish maqsadimiz mujassamlashgan. Aholimiz, yoshlarimiz, qolaversa shahrimiz mehmonlari ushbu tadbirdan o'zlariga yuqori kayfiyat olishdi. Paraddagi har bir lahza, uyg'un harakatlar, milliy urf-odatlarga ishora qiluvchi detallar va umumiy muhit shahar aholisi va mehmonlarga bayram ruhini his ettirdi. Tadbir shunchaki tomosha emas, balki tarix va bugunning tutashgan nuqtasini eslatuvchi madaniy jarayon bo'ldi. Ko'p asrlik tarixga ega Buxoroning qadimiy ko'chalarida zamonaviy tashkil etilgan bunday tadbirlar shahar hayotiga o'zgacha nafislik va badiiylik baxsh etadi. Otlar paradi Buxorodagi bayram tadbirlari orasida tom ma'noda yorqin voqea sifatida esda qoldi. U nafaqat estetik tomondan, balki ijtimoiy birlik va madaniy uyg'unlikni aks ettirgan hodisa bo'ldi.